Söylemlik savaştaşlar yaxşımsızlar. Bu qitim Atlan Akademiyasining ikkinchi qaror qurg'uvchi o'quvchi qabul qilish tashviqotini chiqargandan keyin nurg'un savoqdoshlar qiziqib menga uchrayotdinglar. Shu avatgan uchurlar, ya'ni har xil savollar, tizimlashga qiziqib so'ragan savollarga mushu film orqali o'rtaq javob beray deb bu filmni hozir ishlab o'tiryapman. Jiq vaqtinglarni isrof qilg'im yo'q, ham og'im yo'q. Faqat muhim uchurlarni sizlarga deb bermoqchi. Atlan qurg'uvchi o'quvchilari degan hukm qandaq deganda, Atlan qurg'uvchi o'quvchilari Atlan akademiyasiga ingliz tilining naq maydon darslariga hozir o'tilayotgan naq maydon darslari. Birinchi qaror qurg'uvchi o'quvchilar ikkinchi oyda boshlangan naq maydon darslarga qatnashishni boshlagan. Hozirmi ham naq maydon darslarini o'tyapman. Haftada 4 kun, kunida 2,5 soatdan 3,5 soat atrofida dars o'tyapman. Hamda har xil o'xshamaydigan saviyalarda. Qurg'uvchi o'quvchilar nimaga erishadi deganda, qurg'uvchi o'quvchilar 2 yil o'tilib bo'lgan, ham hozir o'tilayotgan darslarni 2 yil ichida xohlagan vaqtda o'zininki Atlan Akademiyasining tor betiga chiqib, xohlagan vaqtda shu darslarni ko'rib o'rgana oladi. Shundaq hisob ichib berildi demoqchi. Endi hozir Atlan Akademiyasiga qatnashadigan savoqdoshlarga mingga yaqin men o'tib bo'lgan darslarning hammasini shu qurg'uvchi o'quvchilar ko'rib qayta o'rganib qola oladi. Uningdan boshqa qurg'uvchi o'quvchilar hozir men o'tayotgan grammatika darslari, uningdan boshqa Atlan ingliz tili tovan saviyadagi boshlang'ich saviya deb tushunamiz. Uningdan boshqa Amerika aylal bo'lmay deydigan Amerika ig'iz tili, ya'ni ingliz tili, ig'iz tili anglab tushunishni eng ravon holatga yetkazadigan bu darslarni hozir bu darslarningki keyingi yerimini hozir naq maydonda o'tishni boshlayman. Atlan ingliz tilining ikkinchi qismi ham 3-chi qismini o'taman. Undan boshqa Amerika aylal bo'limining ikkinchi qismi, ya'ni 13 qism bor bu darslarni o'taman. Shuningga mushu hozirdan boshlab mushu kelgusidagi kamida 2 oy, 2,5 oy mazgil haftada 4 kundan shundoq darslar bo'ldi. Undan boshqa yana til o'rganish to'g'risidagi naq maydon leksiyalarini so'zlayman. Hozir qadar 10 dan ortiq naq maydon leksiyalarini so'zlab bo'ldim. Bularni Atlantor darsxonangizda bor. Atlan qurg'uvchi o'quvchi bo'lsangiz bu darslar, bu leksiyalarni xohlagan vaqtda anglay olasiz. Bu shu Atlan qurg'uvchi o'quvchilari erishadigan imtiyozlar, bunday aytganda. Endi Atlan qurg'uvchi o'quvchilar ikkinchi qarorliq qurg'uvchi o'quvchi cheklik sonda, ya'ni 100 nafar savoqdoshni bu qitim qabul qilmay, 100 nafar oxirlashganda qurg'uvchi o'quvchilarni qabul qilish, ya'ni ikkinchi qarorliq qurg'uvchi o'quvchilarni qaror qilish to'xtaydi. Hozirgi qurg'uvchi o'quvchilarningki Atlan tor betiga o'qish haqqi $696. Hamda hozir tizimlatmoqchi bo'lganlarga e'tibor $596. $596 ni bir qitimda topshirasiz oldin, undan keyin men sizga el-xat adresingiz bo'yicha Atlan Akademiyasining darsxonasida hisobingizni, ya'ni akkauntingizni ichib birma o'rganadigan. Undan boshqa Atlan Akademiyasining qurg'uvchi o'quvchilarining WhatsApp to'pi bor. Uningga akirma, uningda naq maydon darslarining ulanmasini ma'lum, lekin o'zingizning bu Atlan Akademiyasining tor bitirma, hozir men o'sha ekranda chiqib turadigan tor bitirma, siz darsxonangizga kirib o'rgana olasiz. Masalan, hozir Atlan ingliz tilining birinchi qismida o'tilgan darslarni xohlagan vaqtda chiqib, masalan, besib o'zingiz filmlarni, masalan, hozir men bir filmni ochdim. Mana sizlar ko'rib turayotgandek ekranda. Mana shunday darslarni xohlagan vaqtda o'rgana olasiz. Masalan, boshqa o'tilib bo'lgan darslarni, masalan, ingliz tilida ravon so'zlash darsi deganga o'xshash, masalan, hozir bir o'tilib bo'lgan darslar, masalan-chu. Bularni xohlagan vaqtda chiqib o'zingiz ko'rib o'rgana olasiz. Hozir men filmni ichib ko'rsatdim, masalan. Hamda 2 yilga qadar shu Atlan Akademiyasiga men hozir Atlan ingliz tili, undan boshqa Amerika aylal bo'lmi qatorliqlarning film ilgari men o'tgan darslar bor. Ondan yana 900 dak dars bor, film darsi. Uni chiqirma, uni xohlagan vaqtda siz telefoningizda yoki kompyuteringizda chiqib xohlagan vaqtda anglay olasiz. Endi o'zingizning shu men ichib bergan el-xat adresingiz va maxfiy nomer bilan ichib bergan
darsxonangizga kirib. Naq maydon darsini vaqtingiz bo'lsa, cho'qim qatnashib anglishingizni kuchli tavsiya qilaman. Agar vaqtingiz bo'lmasa, shu naq maydon darslarni dars o'tilib bo'lgandan keyin bu darsxonaga chiqarib qo'yma filmini u yerdan ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Endi tizimlatishni qaror qilgan bo'lsangiz, bana WhatsApp'dan, ya'ni WhatsApp numarim 646 784 86 51. Agar Amerikaning sirtida boshqa davlatlarda bo'lsangiz, oldiga +1, ya'ni 1 numarni qo'shib, undan 646 784 86 51 ni qo'shib, bana WhatsApp'da uchrab atsangiz, ya'ni tizimlataman desangiz, men sizga tizimlatish ulanmasini avatib bersam, siz tizimlatgan vaqtda, unki men tizimlatib oldim desangiz, men ko'rib tizimlatib olganligingizni, sizning el-xat adresingiz, email adresingiz bo'yicha Atlan Akademiyasining darsxonasidan darsxona hisobotingizni ichib beraman. Qolgan vaqtda kirib o'rganalaysiz, o'tilib bo'lgan darslarni, filmlarni. Naq maydon darsga, naq maydon darsi vaqtda qatnasha olaysiz degandek. Qizg'in qarshi olaman qatnashishingizni har vaqt.